Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Salomatmisiz? Xayrli kun bo'lsin. Dunyo tashlar bilan charchab qolmayapsizmi? Mabodo. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hali mana bolalarimiz suv ichadigan idishlar bor-ku, yaqinda ham bir onaqa qo'ydimmi, kadr qo'ydimmi, uncha yaxshi ketmadi, yaxshi gapira olmadimmi? Muhammad qori xalaqit berdi, mana hozir ham xalaqit beradi, mana likka qilib meni oldimga kelib turibdi. Osilib turadi-da, qizg'onadi o'zbekcha gapirganimgami, shu e'tibor o'zida bo'lishi kerak. Suv idishlarini mana non sodali suvda, mana cho'pa-cho'pisda nimasi bor-u, anaqa cho'pigi bor-u, shunda nam salfetkani qurug'ini ozgina kesib olib, non sodaga tekkizib olib yursalaring, oppoq bo'lib qoladi demoqchiman. Non sodani zarari yo'q demoqchi edim. Mana hozirgi yuvadigan machalkasini olib oldi, shishasini, machalkasini. Mana nimalarini tez-tez yuvib turinglar. Kasallik chiqaruvchi shu rezinkada, soskani ham, anaqa rezinkasini ham shunaqa non sodali suvga botirib tashlab qo'yinglar. Piyolaga solib qo'ysalar, oppoq qilib ana musirlarni, infeksiyalarni oladi demoqchiman. Infeksiya tarqatuvchi mana shu soskalarimiz bilan rezinalarimiz, suv idishlarimizda bolani og'zi ham kasallanishi shundan bo'ladi. Keyin bolaga tez-tez suv berib turinglar. Aytdim-a, Koreyada yo'taldi ham, boshqani ham, ichki ketardi ham, hammasini suv bilan davolaydi-da. Suv energiya manbai, quvvat beruvchi demoqchiman. Suvni ko'p-ko'p ichkizib turinglar-da, ham kunda kunora albatta suv idishlarini yuvinglar, ichlarini yaxshilab tozalab yuvib turinglar tez-tez. Kasallik tarqatuvchi, yana bir marta aytayapman, bolalar hali tez ushlaydi-ku, hali yog'li og'zi bilan ham har xil og'izlarda soladi og'ziga demoqchiman. Kasal bo'lib qolganda soladi, sog' bo'lib qolganda soladi, aralashib ketmasin kasallik sog'lik paytidagi. Kunda kunora yuvamiz, keyin suvni ko'p-ko'p beramiz bolaga. Koreyada bolalar maktabda ham, bog'chada ham, doimiy ko'chada o'ynaganda ham yonida suv idishini olib yuradi, onasi o'sha suv quyib beradi. Iligan suvmi, sovuq suvmi, ishqil ularga sovuq suv ta'sir qilmaydi-yu, o'rgangan, immunitetni moslashgan. Shu suvni ko'p-ko'p bersalang, energiya manbai, bola kasal bo'lmaydi. Kasalni ham yuvib turuvchi suv deb buyutalsak ham Koreyada dori yozmaydi deb aytdim-ku kechagina kadrlarimda ham. Suv ko'proq bering deydi, sal yo'talib qolsa ham dori yozmaydi. Albatta isitmada ham, ichayotganda ham hammasi suv beramiz. Suv o'zi shifo-ku. Xayrli kun bo'lsin, salomat bo'linglar. Bolajonlarimiz kasal bo'lmasin. Yana bir foydali maslahatni sizlarga aytgim keldi-da.